بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Bugungi darsimizni inshaalloh Qur'on sunnat tili bo'lgan Alloh subhanahu va taolo o'zi oxirgi payg'ambarga va oxirgi kitobni alohida ravishda tushirgan til, arab tilini o'rganishlik maqsadida arab tili qoidalari va asoslarini o'qishlik uchun bugun nahv nomlik fanni oz bo'lsa ham shunga e'tibor berib o'rganib o'tishlikka harakat qilamiz inshaalloh. Balkim bu arab tili va uning asoslariga e'tibor berishlik va arab tili asoslari bilan gapirishlik va hayotini mana shu til ustiga qoyim qilishlik bu ahlul islomda, balkim ahlus sunna qoidalaridan bu hisoblanadi. Aimmalar sahobalardan boshlab hozirgi kungacha bo'lgan ahlus sunna imomlari mana shu narsaga targ'ib qilib kelishgan. Biz ahlus sunna deb aytayotganimiz ahlus sunna val jamoat har bitta lafzlarida va qavullarida va manhajlarida salaf solih qoidalariga qaytishligi kerak bo'ladi. Shuning uchun mana shu masalada ham o'zimizni fikrimiz yoki aqlimizdan gapirmasdan mana shu aslda ham ahlus sunna val jamoatda a'immalarini gapini keltirsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun Imom Buxoriy rahimahulloh Al-Adabul Mufrad degan kitoblarida bir bob keltiradilar. Aytadilarki, Babud darbi alal lahn. Babud darb alal lahn. Lahn degani tilda adashlik, arab tilini gapirib turgan vaqtida odam adashib qolishligi
til xatolashishligi, mana shuni lahn deyiladi. Mana shu lahnga urib ta'dib va odob berishlik ruxsatligi to'g'risidagi bob deb mana shu bobni Adabul Mufradda keltirib hadis keltiradilar, asar keltiradilar. Aytadilarki rahimahulloh قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع قال كان ابن عمر يضرب ولده على اللحم. كان ابن عمر رضي الله عنهما يضرب ولده على اللحم. ابن عمر رضي الله عنهما o'z bolalarini lahn, ya'ni o'sha arab tilida xatolashganligi uchun urardi rahimahulloh radhiyallohu anhu. Urishlik bu tashahhi bobidan emas, balkim ozor yetkazishlik bobidan emas, balkim ana shu bolaga odob berishlik va mana shu bilan ta'sirlanadigan bo'lsa, o'zida bo'lgan kamchilikni to'liqlatishlik uchun uriladi. Bu aytmoqchi bo'layotgan gapim shuki, ya'ni asl bu salaf solihda bor narsa. Va Alloh subhanahu va taolo mana shu lug'atda islom shariati asoslarini mana shu lug'atda tushirdi. Qur'on va sunnat mana shu lug'atda. Va Alloh subhanahu va taolo bu lug'atda eng afzal kitobi bo'lgan Qur'onni mana shu lug'atda tushishlikni tanladi. Alloh subhanahu va taolo narsalarni yaratadi va o'ziga ana shu narsalarning ichidan afzalini tanlab oladi. Alloh subhanahu va taolo odamni yaratdi va ularning ichidan payg'ambarlar va solihlar va shuhadolarni tanlab oladi. Farishtalarni yaratdi va ularning ichidan afzal farishtalar Jibril va shunga o'xshagan farishtalarni tanlaydi. Va shuningdek yerni yaratdi. Yerdan Makka va Madina va Qudus va shunga o'xshagan diyorlarni tanladi. Va shuningdek zamonni yaratdi. Zamonni ichidan oylarni ichidan Ramazon oyini tanladi. Va zamonni ichidan haftadan juma kunini tanladi. Va mana shu zamonni ichidan kunlarning ichidagi soatlar, Alloh subhanahu va taolo soatlardan kechani oxirgi 3dan birini tanladi va hokazo. Alloh subhanahu va taolo yakhluqu ma yasha'u va yaxtar. Alloh xohlaganini yaratib undan tanlab oladi. Shuningdek Alloh subhanahu va taolo tillarni yaratgan, Alloh bildirgan bu tillarni. Alloh subhanahu va taolo odam alayhissalatu vassalomga o'rgatgan bu narsalarni. Va allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Alloh subhanahu va taolo odam alayhissalatu vassalomga mana shu asmolarni o'rgatgan. Bu dalolat qiladiki, Alloh subhanahu va taolo bu narsalarni hammasini yaratib, lug'atlar shulardan biri va mana shu arab tilini o'zining mukarram bo'lgan Qur'on kitobiga tanlagan. Bu dalolat qiladiki, har bitta mu'min mana shu tilni o'rganishligi va bilishligi va